Ixlos surasi. Ixlos surasi Makkada nozil bo'lgan qisqa mufassirlardan amr bilan boshlangan, ayt degan amr bilan boshlangan. Nozil bo'lish tartibi raqamiga ko'ra 22-sura, mushaf tartibi raqami 112-sura. Mushafda bu sura ham ikki qatorga bormaydi. Oyatlari 4 ta, kalimalari esa 15 ta, harflari 47 ta. Mushafning 30-juzning 23-sahifalarida keladi. Ixlos surasining birinchi nomi Ixlos. Nega desa, Alloh qul huvallohu ahad, Alloh yagona. Alloh yagona degan gapga nega Ixlos degan nom qo'yilgan? Alloh yagona bo'lgandan keyin ibodatni hammasi faqat Alloh uchun bo'lishi kerak. O'sha ixlos bo'ladi. Bizda ixlos desa ko'pinchalik muhabbat uchun olganmiz. Ixlosli yigit desa, muhabbatli odam. Ba'zi bir nimalar chiqadi-yu, biz muxlislarimiz deydi. Muxlislarimiz deb gapirishganda odatda bizga ishqiboz bo'lgan odamlar, bizga muhabbat qo'ygan odamlar demoqchi bo'ladi. O'sha muxlis ixlosdan olingan. Bizda odatda falonchiga ixlos qilgan desa, muhabbat qilib, unga bir xayrixohlikni nazarda tutamiz. Lekin ixlos so'zi aslida xolisdan olingan, ya'ni faqat Allohga ibodat qilish. Allohga ibodat qilish deganda riyo, sum'a va hokazolardan ham pok bo'lish degan ma'noni o'z ichiga oladi. Suraning Qul huvalloh surasi deb atashini hamma bilamiz. Asos surasi degan nomi ham bor ekan, chunki islomning asosi u tavhid. Tavhid degan nomi ham bor suraning. Chunki sura boshidan oxirigacha tavhid. Samad degan nomi ham bor. Qur'oni Karimda suralarda tavhid deyilishining sababi qul huvallohda Allohdan boshqa haqida gap yo'q. Inna atoynada Kavsar bor masalan. Yana boshqa. Qul huvalloh surasida Allohdan boshqaning zikri yo'q. Surada Samad so'zi keladi, hamma unga muhtoj, u esa hech kimga muhtoj emas degan ma'noda. Shuning uchun surani Samad deb ham nomlanadi. Muqashqisha ham deyishadi. Muqashqasha yoki muqashqisha u ozod qiluvchi. Ya'ni shirkdan ozod qiladi. Agar qul huvallohni qalbiga yaxshi o'rnashtirsa, riyo sum'adan ham insonni bu sura demak ozod qiladi. Suraning tafrid, tajdid, najot, shifo degan nomlari ham bor ekan. Mana shu saylda 22 tagacha nomni qiroat, Qur'on ilmi ulamolari zikr qilgan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, Abu Dardo aytadilar roziyallohu anhu, birortangiz bir kechada Qur'onni 3dan 1ni o'qishga ojizmi? 3dan 1ni birortangiz o'qiy olasizmi Qur'onni? Qala qilib 3dan 1ni o'qib olsa bo'ladi ya Rasululloh deyshti. U zot alayhisolatu vasallam qul huvalloh Qur'onning 3dan 1ga to'g'ri keladi dedilar. Bu mazmunda juda ko'p hadis kelgan. Sahobalardan birlari doim safarda qul huvallohni o'qir ekan. Kelib sahobalar aytgan, bizga yuborgan amiringiz har namozda qul huvallohni o'qirdi. So'raylarchi nega ekan degan. U kishi aytganki, men bu surani yaxshi ko'raman degan. Chunki Robbimning tavhidi ismi kelgan, zikri kelgan degan. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam unga ham aytdilar, Alloh ham uni yaxshi ko'radi deganlar. Shuning uchun Ixlos surasini fazilati juda ko'p zikr qilingan. Bu boradagi hadislarni o'qisak to'g'risi ulgurmaymiz. Shuning uchun uni endi biz 10 kechaga qasam degan darsni qilganmiz. O'shanda bor. Ancha bu boradagi ancha hadislarni aytganmiz. Men bitta narsani aytib qo'yaman. Ixlos surasini 3 marta o'qish Qur'onga to'liq to'g'ri keladimi desa, undoq narsa bu. Qur'onning 3dan 1ga to'g'ri keladi degan deyilgani o'zi. Qur'onning 3dan 1 tavhid haqida degan ma'noda birinchi. Shuning uchun tavhidni o'zida jamlagani uchun Qur'onning 3dan 1 mavzusini demak ifoda qildi. Ikkinchisi savob ma'nosida ham. Chunki mana shu ma'noda ham tushuniladi. Ya'ni savob ma'nosida ham haqiqatan inshaalloh Qur'onning 3dan 1ni o'qiganga yetar. Ya'ni Qur'onni 3dan 1ni o'qigandagi juda savob, kalimaning savobi bo'lmasa ham umumiy istifoda bo'ladi-ku. Umumiy fayz bo'ladi-ku. O'shani olasiz degani bo'ladi. Lekin Imom Malik aytganlar, Qur'onni to'liq o'qish bilan 100% harfma-harf bir xil bo'ladi deyish noto'g'ri deganlar. Bu noto'g'ri tushunish deganlar. Chunki o'qul huvallohni o'qigan paytingizda o'zi nechta kalima mana?
Sanoqli kalima. Qur'onning har bir harfiga, kalimasiga savob bormi hadisda? Unga taqqoslanmaydi degan. Lekin olinadigan fayz, istifoda haligindek umumiy savob, hali kalima savob emas, umumiy savob ma'nosida 3 dan biriga to'g'ri keladi deb tushunsa bo'ladi deydilar. Shundan kelib chiqib, xatmi Qur'onlarda qul huvallohni 3 marta o'qishni, hop, 3 marta o'qishni Qozi Haraviy, Abu Bakr Qozi Haraviy degan Iroqda 4-hijriy asrda o'tgan ulug' Hanafiy faqihi bo'lgan o'sha odam Qur'onni xatmisida Qur'onni qul huvallohni 3 marta o'qishni birinchi o'sha odam joriy qilgan. Xatmi Qur'onga marhabo kitobchamiz bor, bu borada to'liq maqolasi berilgan. Ixlos surasini Rasululloh akram alayhisolatu vassalom sahobalar paytidagi rivoyatlarni ko'rsak, Qur'onni xatm qilishganda bitta o'qib qo'yishavergan. Lekin Qozi Haraviy, Abu Bakr Qozi Haraviy Iroqda Hanafiylarning kattalaridan, Ibn Mas'uddan keyin bundan faqih odam o'tmagan deyishgan ekan. Iroqda shunaqa makonati baland bo'lgan ekan. Shu kishi qiroat ilmida ham olim bo'lgan ekan. Mana shu odam Qur'onni xatm qilishda 3 ta qul huvallohni 3 marta takrorlashni joriy qilgan ekanlar. Buni Muhammad ibn al-Jazari aytadilar. Nega desa, u kishi haligi hadisdan o'zlariga yarasha istifoda olgan ekanlar. Qur'onni 3 dan biriga to'g'ri kelsa, 3 ta o'qisak Qur'on xatm bo'ladimi? Xatmi Qur'on asnosida bizdan kamchiliklar o'tmaydimi? O'tadi. Ba'zi kalimalar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi harflar o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Biz endi xatmi Qur'onning savobiga to'liq ega bo'lganimiz kelyapti-ku. O'sha kamchiliklarga kaforat yuzasidan 3 marta o'qib qo'yaylik. Shuni deb u kishi joriy qilgan ekanlar. Bu ishni agar shar'iylashtirib shuni qilmasa bo'lmaydi, sunnat deb qilsa, u bid'at bo'lib qoladi. Yo'inki xatmi Qur'onda 3 marta o'qimasa bo'lmaydi, faqat 3 marta o'qish kerak deb amalan shuni o'ziga lozim tutsa, bu ham bid'at bo'ladi. Lekin o'ziga lozim tutmagan holatda gohida mana shundoq bir ko'ngliga shu ish kelib, qul huvallohni 3 marta o'qib xatm qilib qo'ysa, bu bir yaxshi umidda qilingan bir tadbir bo'ladi, xolos. Lekin u agar lozim o'ziga lozim tutib olsa, yo'inki shunaqa deb aytsa, unda u noto'g'ri gap bo'lib qoladi, bid'atga ketib qoladi. Lekin unaqa qat'iylashtirmasdan aytsa, u demak odatiy bir amalga o'tadi, xolos.